Ayni daqiqalarda noma'lum ayol maktub romanidan parcha o'qib eshittirmoqchiman. Marhamat. Aziz yorim, quloq sol. Iltimos qilaman. Birinchi va so'nggi iltimosim. Meni desang, shu iltimosimni bajo keltir. Har yili tug'ilgan kuningga atab gul sotib olasan. Ko'k vazanga keltirib qo'y. Axir har bir kimsa ham tug'ilgan kunini o'zida o'ylashi kerak. Azizginam, shu iltimosimni bajo keltir. Boshqalar olamdan o'tgan aziz kishilarini yo'qlab duo Fotiha qilganlar singari sen ham menga atab gul sotib ol. Lekin men ortiq Xudoga ishonmayman. Duosining ham menga keragi yo'q. Senga ishonaman xolos. Seni sevaman. Yilda bir martagina hech kimga bildirmasdan, eshittirmasdan umrimni sening qoshingda o'tkazganim singari vujudingda yashagim keladi. Iltimosimni bajo keltir aziz yorim. Bu mening ham birgina birinchi va oxirgi iltimosim. Rahmat senga. Sevgili yorim, sevgilim, alvido. Yozuvchining qo'llari titrab ketdi. Maktubni bir chekkaga surib qo'ydi. So'ngra uzoq xayolga cho'mdi. G'ira-shira xotiralar xayolida jonlandi. Qo'shni bola, qizcha, tungi restoranda uchratgan ayoli, xotiralari xuddi suv ostida jimirlab turgan tosh suratiday noaniq edi. Bir soya o'rnini ikkinchisi olib turardi-yu, lekin biron aniq siymo ko'rinmasdi. Uning qalbida nimaningdir xotirasi saqlanardi-yu, lekin nimaning xotirasi ekanini eslay olmasdi. Nazarida bularning birini o'qtin tushida, faqat tushida ko'rganday bo'lardi. To'satdan oldida yozuv stolida turgan ko'k vazaga ko'zi tushdi. Ko'p yillar mobaynida birinchi marta tug'ilgan kuni va vaza bo'sh qolganini ko'rib, bir seskanib tushdi. To'satdan g'oyib eshigi ochilib, tinch xonasiga boshqa bir olamdan sovuq shamol bosib kirganday bo'ldi. O'lim nafasini ham, o'lmas muhabbat nafasini ham his qildi. Qalbida nimadir ochilganday bo'ldi-yu, besamara bo'ldi. Uzoq ehtirosli taronaday o'tib ketgan hayotini o'ylab qoldi. Romanning davomini Abu Ali bin Sino nomidagi Buxoro viloyat axborot kutubxona markazidan topib, mutolaa qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.